O'zbekistonda rasman juda ham katta xushxabar do'stlar. Endi darvozalarni ochib yopish uchun qo'l mehnati umuman kerak emas. Azamxonaga boshlang aka. Yehe! Qanaqa fason endi bu usta? Hibrid fason. Aha. 12 ta viloyatga dastlab ko'rsatamiz bor. Do'stlar mana ko'ryapsizlar, elektronik darvozalar. Alohida kalitkasi. Kalitkasi alohida bo'ladi do'stlar. Bu tomonda avtomashina kirib chiqishga maxsus ochilib yopiladi. Svet o'chib qolsa-chi usta? Rushlonlari bor orqa tomonda. Rushni qo'lda ochib yopsak ham bo'ladi. Gap yo'q. Xo'p, bu tomonda endi qanaqa zakazlar usta? Bu tomonda seksionli darvozalarimiz mana ichidan kalitga qo'ysa bo'ladi. Buni kalitkasi ichida bor. Ha. Gap yo'q. Endi bu tomondagisi akalar skromniy fasondan bor ekan, juda ham mana shu ham arzon bo'lyapti. Garajga qo'yaman deganlarga. $1000 dan. $1000 dan. Bitta ochib ko'rsating shuni ham. Buni pultini hozir qancha? Xo'p, do'stlar ochib ko'rsatamiz mana pultga bitta pultni o'zida ochib yopyapti. Hozir mana to'xtatib turib, Aha. pastga bossa o'zi tushadi. Necha metrdan ishlaydi usta bular? 250 metrdan sinadi. 250 metrdan. Bundan sinadi bo'ladi. Balki 400 metr, balki 500 12 viloyatga olib borib uyni razmeriga uстановka dastavkasi qanaqa? Uстановka qilib beramiz. Qilib beramiz. Endi bu tomonda Samarqand fasonlarini ko'ryapman usta. Gapiring bulardan ham. Bular ham o'sha rossiyskiy shivallar, Aha. 2 qavatli shumkali sherkallalari, kofkalari. Gap yo'q. Endi unini ko'rsating. Xo'p. Yoparadagi darvozani. Temir darvoza. Ha. Akalar, elektronik temir darvoza bir dona pultga ochilib yopilyapti. Bitta ko'ringlar. Akalar, like-ni bosib qo'yadigan video bo'lyapti. Hech qanaqangi do'stlar qo'l mehnati yo'q bu yerda. Shunchaki mexanika hammasi, hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar mana. Mexanizm o'zlari ochib yopyapti. Ana endi Buni necha pulga beramiz usta? bu avtomatikalarimiz $500 dan. Turishi qancha darvozamiz? Darvozamiz 3,5 million aksiya. 3,5 million so'm. Do'stlar mana darvozaning o'zidekiga tushyapti pashti. Telefon raqamlari pastda, 12 kiloga do'stlar. Uстановka dastavkalarimiz bor, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hurmatli obunachilar, yetkazib berish muddatimiz qanaqa? Samarqand posonlar 25 kun bir oy atrofida. Ular bir 20 kun atrofida. Mana ular 5 kun. 5 kuni do'stlar olib yetkazib beramiz. Raqamlar pastda, Ali Uzonman deganlarga narx arzon bo'lamizmi? Arzon bo'ladi. Bosinglar.